Sergeli Betonkada Sokin makon жилой kompleksining orqasida 3 xona 82 kvadrat, 3-etaj, 5-etajli g'ishtli novostroykamizdan arzon variantimiz chiqdi. Mebel, texnika, gilam, pardalargacha hammasi tashlab ketilyapti. Arzon Arta kanalida 59500 ga obzor qilib beramiz. Podizimizda 3 ta kvartira bor. Podiz eshigimizga kirganimizda prikoshka mana shkafchalar qilib qo'yilgan. Uzunasiga koridor, oshxona, zal, yotoqxona va detskiy xonalar. Kirganimizda o'ng qo'lda birinchi oshxonasi, rukotorni katyolari ishlab turibdi mana. Qishda issiq bo'ladi. Kattakon Royson xolodilniklari, stol-stollari hammasi qolyapti. Balkoni bor, 1.20 ga taxminan 3 metrli balkoni bor. Bu yerda kattakon zali, televizor, mana stol, divan, konditsioner hammasi tashlab ketilgan. Bu yerda kompyuterlar bor ekan, bu qolyapti. Gilamlar ham yaxshisidan qo'yilgan. Bu yerda mana dazmolg'ish joylari, sterelka, bular ham hammasi tashlab ketilyapti. Bu yerda bolalar yotoqxonasi, televizorlar ham bor, mebellar hammasi tashlab ketilyapti. Bu yerda ota-onalar yotoqxonasi, baquvvat katta shkaf qilib qo'ygan ekanlar, bular ham tashlab ketilyapti. Bu yerda alohida sanuzullari, ko'rishlaringiz mumkin. 82 kvadrat, 3-etaj, 3 xonali, 5-etajli novostroykadan, g'ishtli novostroykadan. Kadastrlar chiqib turibdi. Faqat naqdga sotiladi. Ipoteka kreditlarga berilmaydi. Pastdan o'rgaloqqa chiqaveringizda ko'rib turgan hamma mebel texnikalari qolyapti. Domimizni tashqi tomonini ko'rishlaringiz mumkin. Baquvvat g'ishtdan qurilgan, yonida maysalar, mashina qo'yish joylari yetarlicha. Bemalol telefon qilaverasizlar. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Sergeli Betonkada Sokin makon жилой kompleksining shuni orqasida, yonida mana korzinkalar ochilgan xususiy maktab, davlat maktabi bor. Eng yaqin metro 5-metro bekati hisoblanadi, Chinor metro bekati. Lokatsiyasi mana yaxshi joyda. Arzon variantlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.